Assalomu alaykum YouTube, sizlar bilan Abdurahmon. Ko'rishlari mumkin, kachaliklarimiz bitdi. Salatga o'xshab terib qo'yganmiz. Hayitli qilib videolarga olib beraman degan do'stlarimiz uchun ko'rishlari mumkin. 4 xil kachalik do'stlar, 4 xil. Bir xil emas, ikki xil emas, 4 xil. To'ralasi ham tentli, однотомный tentlar yopilgan, sifatlari moshniy. Hozirlarga bitta obzor qilib beraman buni. Birinchisi Eiffel fason kachaligimiz. Taxtasiga sepilgan layklar neobичный, qizil, o'ziga yarashib turibdi. Ishlovlariga e'tibor beringlar, nima deyapti, yonyapti-yu. Xo'p, ikkinchisi bo'lsa, eng katta kachaliklardan biri H fason kachaligimiz. Tevasida bunda ham однотомный tentlar yopilgan. Endi bu yog'iga qo'yilgan gullarga ham e'tibor beringlar. Xo'p, undan keyingisi bo'lsa, eng arzon chiqayotgan lola fason kachaligimiz. Dinalari 1.70 bo'ladi, общий eni 2 metr bo'ladi do'stlar. Sifatlari moshniy. Mana unga e'tibor beringlar hozir mana. Zanjirini bunday qilasiz. Ne qilasiz? Va sizga tayyor yotadigan joyda mazza qilib yotaverasizlar. Xohlagan gradislaringga qo'yib, suyanib o'tirsalaring, yopsalaring bo'ladi do'stlar. Xo'p, keyin faqat sepilish qolgan kachaligimiz bor. Bu shohona degan kachaligimiz. Tevasi Lexan bo'ladi, sifatlarini moshniy qilib qo'yganmiz. Ishlatilgan gullari ham chotki do'stlar. Buni rasmini montajda qo'yib ketaman. Qanday holatda bo'lganini, taylarga g'ildiraklar qo'yganmiz, g'ildirakni ham men zo'rlaridan qo'yganman, ancha xizmatlarini qiladi. Xo'p, keyin bu yerda yana bitta xayamiz bor. Bu ham ertaga sepiladi. Bu yerda yana bitta shohona bor. Bu ham ertaga sepiladi. Bizda yana qanday kachaliklar qilib beriladi, sizlarga ko'rsataman. Mana, ko'rishlaringiz mumkin. High-tech fason stol qilinadi. Keyin xayani boshqacharog'i, keyin lotka kachalik. Keyin bu X hozir bor, mana shu shohona aytganim. Xuddi shunaqa holatda bitadi, tevaran Lexan bo'ladi. Bu bo'lsa Eiffelni birinchi ko'rsatganimi, oqqa sepilgani. Oq svet ham chotga yarashadi. Aytgan ranglaringda, aytgan fasonlaringdan chiroyli qilib beramiz do'stlar. Mana o'sha lotka fason kachalaydi. Sepilgan holati, taxtalari endi qatiriladi buni. Keyin bizda mana bunaqa tuxum kachalar ham bor. Mana bitta sidinasi bo'ladi, polni bitadi, o'zi aylanadi, xuddi shunday polni aylanadi. Eiffelda taxta qatirilishini kutayotgani bor. Taxtasini qatirsa bu ham bitadi. Xo'p, endi do'stlar buni narxlariga keladigan bo'lsak. Do'stlar, narxlar 4.900.000 bu chiqyapti do'stlar. Polni bitgan holi 4.900.000. 2,5 million lola fason chiqyapti. Tevasiga tent yop beramiz, xohlasalaring bunday bulutli deb beramiz, xohlasalaring bu o'sha однотомный deb yop beramiz. Bu ham zanjirli e'tibor beringlar. Zanjirli bilan zanjirsiz o'rtasida 300.000 farq bor. Zanjirsizni qilib bering desangiz, 300.000 arzoniga zanjirsiz qilib, bir xil holatda turadiganini qilib beriladi do'stlar. Xo'p, keyingisi bo'lsa, H fason kachalaymiz. E'tibor beringlar, 2.38 bo'ladi. Mana ularga 2 bo'lsa, ulardan ko'ra 2 qarich uzun bo'ladi bularning sidinasi. Общий uzuni. Sidinasining o'zi 1.96 bo'ladi do'stlar. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini 3 million qilib beramiz do'stlar. Ishlanilgan materiallariga e'tibor beringlar, 8 ga 4, 1.5 qalinlikdagi profil ishlatilgan bunga. Bu bo'lsa Eiffel fason kachalaymiz do'stlar. Bu Eiffel fasonda oxirini 2.600.000 qilib beramiz. Lekin yonyapti. Bitta xolos lekin do'stlar bundan. Bu rang yana qachon chiqadi, qachon emas. Taxtaning rangi neobичный chiqib qoldi. Aloqaga chiqishlari mumkin. Nomerlarimiz 33 036 46 56 raqamiga aloqaga chiqishlari mumkin. Sizlar bilan Abdurahmon, quvvatli bo'ling, sog' salomat bo'linglar. Kunlaringiz xayrli va barakotli, eng asosiysi foydali bo'lsin. Charchamanglar.